Assalomu alaykum. Obunachilar tuzilmisizlar, charchamayapsizlarmi, yaxshi yuribsizlarmi? Men lekin xursand bo'ldim bir tomondan, qoyil qoldim. Haqiqatda bizda o'zbekchilikda, musulmonchilikda odamgarchilik ancha yaxshi, bizda ancha baland urovenda turadi. Mana xarid vaqtida ko'pchiligi texnikalar sotyapmiz-ku, maylida qurbidan kelgancha pilisosmi, mikrovolnovkami, keyin shunaqa kenaylarimiz, okalarimiz bor ekan. Kir mashina masalan yoki xolodilnik, mana katta xolodilnik $500, $600, $400 xolodilniklarni ehson sifatida olib berishyapti-da. Jo'natib yuboring, falon adresga, pulini men beraman, indamay hadya, necha pulligini, nimaligini aytmanglar deyishyapti-da. Men xursand bo'lib ketdim. O'zbekligimdan, musulmonligimdan Xudoga shukr, alhamdulillah xursand bo'lib ketdim. Bugun ham mana hozir iltimos qilishyapti. Abu Sahiy bozori yopiq, lekin imkoniyatimiz yo'q chiqarib berishga. Ertaga Xudo xolisa chiqarib yuboramiz. Ya'ni ko'pchilik mana $160 qo'ygan xolodilniklarimizni zakaz qilishgan. O'shalardan ertaga Xudo xolisa chiqartirib beramiz. Rahmat e'tibor uchun.